Assalomu alaykum do'stlar. Yaqinda yaqimush irqchilikqa qarshi yozilgan tordagi do'stlarning har xil tavsiyalarini, maslahat ko'z qarashlarini, she'r qo'shoqlarini, g'azab nafratlarini to'plab bu yerda o'qib qo'ydim. Maqsadim biz shaxsga qilingan qaralash va hujumlarni keng qo'saqligimiz, abuchaligimiz bilan kechirib dalaymiz va yoki o'zimizga shu illatlarni tuzitib ketishga tirishimiz. Ammo millat süpitida qilingan bo'htamlarga, nomlarga qarab tursak bo'lmaydi. Buningga vaqtida o'zimizning raddiyalarimizni bildirganimiz yaxshi. Chunki dunyo bizning shu ishlarga tutgan pozitsiyamizga qarab bizga baho berdi. Odamlarning psixikasida bunday narsa mavjud. Masalan, bir yaxshi ishni yoki bir yaxshi odamni shu odamga munosabatlik uning atrofidagi yoki o'zi uni tunishtirsa, boshqalar bekroq diqqat qilmaydigan. Uning bilan hech munosabati yo'q, yot bir insonlar uni tunishtirsa, tashviq qilsa, diqqatni qo'zg'aydigan. Endi shu insonni ayblashga to'g'ri kelganda, yotlar ayblasa, bek hayron bo'lmaydigan, lekin shu odamning o'zi va yoki shu to'plum tava bo'lgan insonlar ichini ayblash chiqqanda, bu boshqalarga to'g'ridek tuyg'u beradigan. Adam shunda bir xil psixik holat bor. Shu nuqtadan aytganda, yotlarning bizga bergan passiv bahosidan o'zimizga bergan passiv bahoyimiz boshqalarning bakrak diqqatini qo'zg'aydi. To'rdosh do'stimiz Akram Ilik mundaq debdi. Ba'zida biror Xitoy chiqib, hukumatimiz sizlarga uval qildi desa, yoki kompartiyani o'rvatsak, sizlarmi o'z taqdiringlarni belgilaysizlar deb salsa, bek ta'sirlanib ketamiz. Agar biror Xitoy Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lsin deb salsa bo'ldi, tas qalimiz xatnisini qilib Uyg'urcha ism qo'yib qo'yg'ili. Xitoyning millat süpitida zulm qilishi va bu zulmni ko'rmasga silishdan buruqturum bo'lgan biz shunchalik arzonga minnatdor bo'lamizki, hey to'xta, bumi inson bo'lgandikin bunchalik haq gap qilishi tabiiy-ku. Bular yelimi demaydi-ku. Deyishning o'rniga hurmatini qilmay ranjitib qo'ysak, gapidan yenib olarmi deb ansirab ketamiz. Xitoyni tillamanglar, ma'lum bir partiyasini tillanglar, eriqchi bo'lmanglar deb qolganlarimizga dars o'tishga boshlaymiz. Birini ko'rib milliyatni unutadigan oq ko'ngil galvon qarindoshlarimga mundaq bir hikoyani sunaman. Bir orolda dunyoning hech yerda tepilmaydigan bir kichik qushqash bor ekan. İsmini ajoyib qush deb turli. U ajoyib qushning go'shi bek tatliq ekan. Ammo bu qush ham oz, ham kichik bo'lg'achqa, bahasi bekli qimmat bo'lg'achqa, kishilar bahasiga chiqish qila olmaydi ekan. Shuning bilan savdogarlar bir amal tepibdi. Ajoyib qushning go'shi bilan to'ga go'shini aralashtirib, konserva yasabdi. Shuning bilan bahasimi zo'r darajada arzonlabdi. Ta'mimi chanmabdi. Ajoyib qush konservasi bozor tepibdi. Bir kuni bir sayohatchi do'kondan ajoyib qush konservasi setib olibdi. Ajoyib qushning surati chaplangan 2 kilolik bir quta go'shtni shuncha arzon olgandan sal sho'bihinib so'rabdi. Buningdagi qushqash go'shi bilan to'ga go'shtining nisbati qancha? Bir nisbati 1 deb yoziqliq-ku, debdi do'kondor. Qarsa qutining bir burchigida kichik qilib bir nisbatda 1 deb yozilgan. Yanila xotirjam bo'lolmay yondirib so'rabdi. Demak, 1 kilo qushqash go'shiga 1 kilo to'ga go'shi degan ma'no ekanda. Voy, nerdan kelding sen? Bir qushqashqa bir to'ga bo'lmamdi. Endi to'rdishimiz Olimjon Tursunning yozmasi. Mayli Xitoyda yoki chet elda har bir Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligi, Uyg'ur qilingan bulangchiliklar to'g'risida bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati bor. Xuddi bir vaqtda bir Xitoy Google'dan bir masjidning o'rnini tepib qo'ysa, uni qahramon qilib, Uyg'ur bilan silishtirib, Uyg'urni bir Xitoy oldida tushirib, tas qolgan to'n kaydirgili. Hey, bu Xitoy o'z gunohini ozroq bo'lsin yuyib otidi. Bular aslidan bir gunohkor.
insonning qilishga tegishli eng aqalli bir ishi deb o'ylaganlarni ko'rmadim. Bizdagi millatchilikning ojizligidan tas qolimiz dushmangimi to'n kaydirgili. Endi bo'lsa, millatchilikni qalmashtira olmay turib, eriqchi bo'lib qoldik. Bek kulkilik. Tahir Emin Uyg'uryan to'rdishimiz mundaq debdi. Bütün dünyadaki eng eriqchi va shaxsiyatchi Xitoy hokimiyati va uning qo'lg'uvchilari uyanda qilib, eng og'ir azobga duch kelayotgan Uyg'ur millatini eriqchi deb qaralayotgan bir turkum kishilar rasmiy oshkora maydonga keldi. Endi biz achchiq va hissiyotni bir yonga tashlab, ilmiy va to'liq tushundirmasak, bizni xato tushunib, dunyoga xato tushundirib, bizni o'zimizga o'ch bo'lishga, dushmanimizni ko'paytirishga sabab bo'lishi mumkin. Avval oldingi sharti hammanglar o'zinglarni bisib olinglar. Samimiy va ilmiy fikrlashishdan, ishni sababdan boshlanglar. Uyg'urlar eriqchi emas. Bu bizga g'arazlik yoki hayajondan yoki o'qishmaslikdan chaplanayotgan tuhmat. Bahodir Uyg'ur to'rdishimiz mundaq debdi. Dunyodagi eng asosli cho'ng davlatlarda eriqchilik, cho'ng millatchilik bosh ko'targili uzun bo'ldi. Siz nada qolgan? Masalan, Amerikada Donald Trump taxtga chiqqandan keyin oqtanliklar ilg'or, oqtanliklar nochi, ya'ni oqso'lchilik Amerikada bosh ko'tarib, ko'chmanlar siyosatiga qayta qarab chiqildi. Davlat ichidimi 3K partiyasining faoliyatlari qayta jonlandi. Hindistonda Bosh minister Modi Hindiston fuqarolar qonunini e'lon qilib, Hindiston bilan Pokiston, Bengal, Nepal va vatanimizning janubiy Xotan rayonlariga chegaralangan 200 milliondan ortiq musulmonlarni o'zining Hindistonlik ekanligini isbotlashni, bo'lmasa o'zi tava davlatlarga chiqib yashash kerakligini ta'kidlab, Hindistondagi musulmonlarni qiyin kunga qo'yib, og'ir millatchilik siyosatini yurgizayotdi. Xitoyda 2000 yildan buyon Xitoy azaldan cho'ng millatchilik va eriqchilik siyosatini yurgizib kelyapti. Mayli feodallik, mayli mustamlikalik yoki demokratik va sotsialistik jamiyat tuzilmasida bo'lsin, Xitoy bu xil siyosatni to'xtatgani yo'q. Davlat kuchining eshishiga ergishib, milodiya 2000 yildan boshlab bu xil siyosatini Uyg'ur, Tibet va Mo'ng'ol qatorliq oz sonli millatlar ustida terrorlikqa qarshi turish, bo'lginchilikka qarshi turish, rayon tinchlikni, davlat muqimligini saqlash nomida texmi qattiq elib bormoqda. Butkul davlat kuchidan, ya'ni matbuot, armiya, soqchi va xalqdan foydalanib, har qaysi avtonom rayonlarning asosiy millatlarini ezish, ekspluatatsiya qilish, irqiy qirg'inchilik va madaniyatini yo'qotish, assimilyatsiyalashtirish siyosatini ilib bormoqda. Yevropada Germaniya, Fransiya, Italiya, Angliya qatorliq davlatlardami irqiy kamsitish, yerlik millatlar ilg'or va asosiy bo'lish shuarlari, diniy e'tiqodni cheklash, kamsitish faoliyatlarimi faol harakat qilmoqda. Buningdan muqaddam 100 yil burun, ya'ni 2-Dunyo urushimi, dal mushundaq millatchilik, irqiy kamsitish toza yuqori pallaga chiqqanlik sababidan portilgan. Demak, tarixning o'qi yana qayta takrorlanmoqchimi? Haq nimdis desin o'zining ixtiyori. Dünya matbuotlariga so'z qiladigan siyosiy arboblarimiz eriqchilik qilmisi bo'ldi. Xuddi 1 milliard Xitoy 7 kun 24 soat Amerikani tillaydi, Yaponiyani kamsundirdi, o'zidan boshqalarni qalandar deb yaratmaydi. Ammo siyosiy arboblar Amerika bilan do'stligining muhimligini, Yaponiya bilan uzun yillik do'stlikni ta'kidlagandekli ish. Bir odamning ota-onasi, urug' tuqqanlari, do'st birodarlari bir millat tarafidan o'ldirilsa gap yo'q. Ikki og'iz ochiqni chiqarganda, "Mana men demidimmi?" deb millat darajasida ayblaydiganlarga hayronman. To'rdishimiz Sayram o'g'lani qisqila qilib Tahir Emin Uyg'uryanning yozmasining ustiga to'yanki yozmani chaplab qo'yibdi. Hamma uqumga qaytadan ta'bir bermay bo'lmog'idek. Nədən çıxdı əmdi bu Uyğur eriqçi degan səfsətə? Uyğur eriqçi bolsa, o insan qəlbidən çıxqan işğalçı və təcavüzçi Xitay nimə ondaqda? Hər halda özümüz kətküzüb qoymağınımız yaxşı. Tordishimiz Nurali Xopi Uyğur mundaq debdi. Xitay virusi dunyoga tarash bilan tang ko'zimiz
piyoldek ichildi. Virus yo'qmay turib, dövletiga Xitoy virusining shapisi kelish bilan tang, Xitoylarni sur to'qay qo'g'lab, ko'chalarga to'kilib namoyish qilib, ba'zi bir italiyalik bo'lamdi, rus bo'lamdi, texi Xitoy puhrani urib dombalashga tushib ketdi. 70 yildan millionlab qirg'in qilinayotgan bizlar to'rda Xitoy tajovuzchilariga nafrat bildirib, biror jumla g'o'dirab qo'ydikmi bo'ldi. Irqchi, millatchi, insonlikdan chiqqan Uyg'urning qalbida irqchilik masalasi bor bo'lamiz. Irqchi, millatchi, insonlikdan chiqqan Uyg'urning qalbida irqchilik masalasi bor bo'lamiz. Yaqinda yoqi qildan qiyiq ketsa, Uyg'urni irqchi deb qaralaydigan parokandichilik birdan keyindan biriga olishib chiqyotidi. Bundan keyinmi tugab qolmaydigandek. Tajovuzchi Xitoylarga hech bir zaman dog' qo'nmaydi. Ular har qachon bichora, begunoh, sutdan oq, ziyonkashlikka uchurg'uchilar. Masala zodi nada? Nima uchun? Hatto o'lisi apandidek musulmon akademiklarmi Xitoylar qiliqini o'zgarsa, Uyg'urlar Xitoy tarafda turadi degan so'zlarni qiladi. Nima uchun ba'zi Uyg'ur do'sti chetdanliklar Uyg'ur musulmonlarining davosini qilayotgan Uyg'ur faoliyatchilar o'zini Uyg'ur deb olgan, biroq qaysi millatligi aniq emaslar. Qirg'in qilinayotgan Uyg'urni irqchi deb qaralashda, do'st dushman ufqimi tashviqotlarda ular shu qadar yengiltak va shu qadar dodil. Nima uchun? Qirg'inchi Xitoy tajovuzchilariga g'azabini ifodalab, qirg'inchi Xitoy tajovuzchilariga g'azabimiz ifodalab, irqchi atlishdan esankirab ketishimiz kerakmi? Siyosat davoyimizdagi do'st dushman kim? Bizni kim qutqizdi? Bilal Uyg'ur to'rdishimizning yozmasi. Uyg'ur millatiga irqchi nomining bozorini chiqarayotganlarga men og'zini ajoyib buzib etdim. Eng sat gaplarni o'zing o'ylab, o'zingga ilib ol. Bu o'chka. Hey, mana men irqchi. Mana men ashu Xitoy millatining mayli musulmon bo'lib ketsa-mu, birini yaxshi ko'rmayman. Ashlarni inson deganning o'zini men inson o'rni ko'rmayman. Chunki ashu Xitoylar mening nurg'un mol-mulkimni, uyimni, qarindishimni, jiyan qizlarimni, urug' tuqqanlarimni, do'st birodarlarimni, mahallamni, aslimlarimni hamın tortib oldi. Va sendek qichiningmi, yana boshqa Uyg'ur otliq bir sop pak niyatlik bir Uyg'ur millatining meningkidanmi jiq narslarini tortib oldi. Ularga nafratlanishimizni irqchi desang, senimi shu Xitoyni ko'rgan ko'zda qarashga majbur qilsan. Mushinchilik yozay. Xeyr. Sadaf Uyg'urning yozmasi. Biz hech nimacha emas edik. Üstü-üsteki qilinayotgan zo'rluq, tortayotgan inson qalbidan chiqqan xo'rliqqa chiday olmadik. Dünya bizning ko'p qismliq televiziya teatr ko'rgandek uzoqdan ko'rib xolisa ich og'ritib yig'lab qo'ydi. Xolisa ta'sirotini yezib qo'ydi. Hatto tizginimiz qo'llardan qo'llarga o'tib, siyosat degan o'yinning bir qismiga aylandi. Pichoq so'ngakka yetdi, so'ngakdan o'tib yilik yetdi. Shunga biz nimali bo'lsak haq. Shunga mushu kunlarning tirik shohidi bo'lib turib, yana dushmanni dushman degan qirindishingizga irqchi, o'stangchi deb ism qo'ygan bo'lsangiz, o'zingizning nimichi ishkanligingizni o'ylang. To'rdishimiz Abdurahimjon aka tuvandikida qo'shiq yozibdi. Sen nimichi? Xitoy urdi, voyjon dedim, o'ktam dedim. Xitoy sulidi, zolim dedim, terrorchi dedim. Xitoy bo'ldi, o'g'ri dedim, yolg'on dedim. Xitoy o'ltirdi, qotil dedim, irqchi dedim. Sen nimichi? Ko'tarmichi, yundichi, yaloqchi, chapanchi, maraqchi, paylaqchi, oyg'oqchi. Xitoyga yon besib, Xitoy bo'lib ol. Uyg'urdan yirginib, yuz o'rib ol. Erkak kishi bo'l, qeri yosh bo'l, Xitoyga tegib, xotin bo'lib ol. Sen so'lamchi, sen sho'vichi, Xitoy xotin bo'l,
xotiningni, egisiningni, hamma achangni, xon achangni, 70 pushtingni Xitoyga solab ber. Men eriqchi, rost deysan. Sen sulamchi, hazlak, Xitoyga jamiyatingni ber, ammo yuzingdagi terimizni, og'zingdagi tilimizni, Uyg'ur degan nomimizni bizga qaytarib ber. Yüzsiz morda, tilsiz çoşqa, namsiz ilvasti Xitoydek şərməndə bo'lib, Xitiyinga ketdi. Süf köş aramızdan yo'qol. Süf köş cin şeytanlar. Köç aramızdan yo'qol. Xitiyinga ket. Tilimizni, terimizni, namimizni tashlab ketdi. Endi shoirimiz Sarvining Eriqchi demang bizni degan she'rini ko'rib baqayli. Eriqchi demang bizni, hechnimichi emasmiz. Qo'yni illiq, bag'ri keng, yavaşqina xalq biz. Rudupaymu, yalmavuz, hamisiga ishik ichib, xo'sh itib, hapash qib, shukri degan bizdur biz. Eriqchilik top tursun, millatchimu emas biz. Milletçilik qilmag'ash bo'lib qoldik vatansiz. Bo'lalsak millatchi, teriqchilik eriqchi. Ah sarsam bo'p yot elda o'tmas edi kunimiz. Qabahatlik yillar bu, dushman ishti qinimiz. Mahshargacha tugumas bizning arzu dodimiz. Hadislarda yeziqlik aqllarga ishora, xo'rliq tarttuq shikoyat bejoyiki haqqimiz. So'rab baqay men sizdan, millatga rost kuyamsiz, yoki tillab millatni oltin yambu topamsiz. Mazlum qalb dushmanga g'um saqlasa gunohmi? Gunoh ortib millatga shubihillik bo'p o'zingiz. Yemiduq o mantini, pulni to'lang demangsiz. Yarashmagan qalpoqni kaydab koyib yurmangsiz. Qalbi sunuq millatni siz g'ajabsiz tortinmay, eriqchi deb biljirlab, qing'ir kessun og'zingiz. Bular endi biz Uyg'urlarning ishidan chiqqan nidolar. Endi bir Hong Konglik faoliyatchi Jessica Kolontayning Facebookda yozgan yozmasini ko'rib baqayli. Xalq bilan hukumat o'xshashmi degan savolga men yanala Xinjiangni misol qilib baqay. Xinjiangdagi xanlardan gunohsizlar bormi? Yoki mundaqcha aytganda Xinjiangni mustamlika qilishga qatnashmaganlar bormi? Lilla gap qilsam bor deyish bek qiyin. Chunki Xinjiangda xallarning paydo bo'lishining o'zi mohiyat jihatdan mustamlika siyosatining natijasidir. Agar Xinjiang Jungoning mustamlikasiga uchirmagan bo'lsa, Xitoylar qanday qilib Xinjiangga ko'chman bo'lib boradi? Qanday qilib mustamlikchilarning siyosiy sistemasidagi barliq e'tibor va foydalardan bahramand bo'la oladi? Demak, har bir xan mayli bilib qilsin yoki bilmay qilsin, alburun Jungoning Xinjiangdagi mustamlikchiligidan haqiqiy naf olg'uchiga aylanib bo'ldi. Endi sizlar deb biqinglar. Ular mustamlikchilikka qatnashibdimi yo'q? Şuna Xinjiangdagi xanlar, hatto butun Jungodagi xanlarning hammasi mustamlikadagi Xinjiangdan ekspluatatsiya qilib ilingan manfaatdan bahramand bo'lg'uchilardir. Bu manfaatlar bo'lsa, energiya, arzon boylik, arzon emgak kuchi, Xinjiangning arzon paxtalari, meyvelerini o'z ichiga oladi. Halbuki Uyg'urlar o'zi yigona holda terilg'u yerning normidan ortiq ishiltilishidan chiqqan oqibatga yuzlanmoqda. Demak, har bir jungoluq Xinjiangning mustamlika qilinishidan haqiqiy naf ko'rguchilardir. Shunga har bir jungoluq faqat va faqat Uyg'urlar bilan birlikda Jungoning Xinjiangdagi eg'ir mustamlikachilik siyosatlariga qarshi turgandila, andin naf ko'rguchilik salohiyatidan qutula oladi. Tordaş dostumuz Alimcan Tursun'un yazmasından sırt yana bir şiiri. Mehman bulup kelsi Xitoy tilamchidek och qilib. Ich og'ritib tamoq berding mang'lurlarni do'st bilib.
Әмді сіні yo'q qilmoqchi qizlaringga ko'z silib, osh berganga kamsitilgan Uyg'ur shundoq iriqchi. Falastinga duo qilib ko'zlaringga yosh to'lsa, yot eldiki haqsizlikka yuraklaring zor bo'lsa, tova deyman o'z g'imingmi to'shaqtig'u bo'lmasa, yotlar uchun yig'layotgan Uyg'ur shundoq iriqchi. Döt qalendar yavoyi deb haqoratga sen qolding. Chiyago satqan yanchuqchi deb kamsitilding, xorlanding. Endi mana terrorist deb töhmet bilan qorlanding. Rezillikni yotlar qilsa, Uyg'ur shundoq iriqchi. Ajoyib bir insonken sen, bütün axloq senda bor. Mucize sen bu dünyada, qaysar hamda vafodor. Ah ko'ngil ham mehmon do'st sen, ojizlarga bo'lding yor. Bor fazilat yo'g'rilgan, Uyg'ur shundoq iriqchi.